Assalomu alaykum. Bugun sizlarga qanaqa sandwich qilishni o'rgataman. Men itsimon qiladiganim oson. Nimalar kerak uning uchun? Siz anaqa qilib turing. Men bu nonni tosterga qo'yib issiq qilib qo'yaman. Nima bu shekilli? Baru, bu tuna, maguro deydigan. Pomidorni kesasanmi? Pomidorni yuvib olib, tatini kesaman. Men butuni olish kerak. Marinovanный bodring. Pikrus. Pikrus to'g'rash kerak ekan. Men pikrus yaxshi ko'raman-da, shuning uchun. Bu kichkina kruvassan-da o'zi. Kattasi bo'lsa yana ham yaxshi. Ko'p narsa solsa bo'ladi ichiga. Ana. Ochib itsimni ko'proq solaman buni yaxshi ko'rganim uchun. Retasa bu. Keyin pomidor. Mayonez ozgincha pomidorga. Kam. Ne kam? Ko'p bo'lsa silishga mazasi yorur. Keyin qo'lida to'rishdimi i shi yopsa ham bo'ladi. Keyin men baruni solsa yana ham kenkodiki. Yana ham yaxshi. Konservari. Keyin men baruni solaman. Mannaqa. Endi buni sig'diramiz qambatda. Mannaqa qilib qambatda sig'diramiz-da. Mannaqa qilsa, ana sendvich. Mannaqa. Masala ham Sirli so'sa ham bo'ladi. So'sa ham bo'ladi. Bo'pti. Xayr, like bosinglar.